Tug'ruq jarayoni yengil o'tishi uchun nimalar qilish kerak uy sharoitida? Ko'pgina ayollarimiz 2-3 trimestrga o'tgandan keyin yotoqchilaydi. Homilani vazni ortib borgani sari og'irlik his paydo bo'lganligi sababli ayollarimiz yotoqchilaydi. Albatta 2-3 trimestrda toza havoda yurishlarni ko'paytirishimiz kerak. Uy ishlarimizni odatdagidek davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Qanchalik yotishga tortmasin, lekin harakat qilish kerak. Ayollar yurishlarini ham odatiy tusga davom ettirishlari. Ikkinchidan, ko'pchilik ayollar so'rashadi, jinsiy aloqa bu tug'ruqqa yordam beradimi deb. Oxirgi oylarda, oxirgi muddatlarda jinsiy aloqa ham erkaklardan kelayotgan gormon prostaglandin hisobida bachadon bo'yni mushaklarini yumshatadi. Bu ham tug'ruqqa yordam beradi. Uchinchidan, agar sizda qindagi yallig'lanish bo'lsa, agar uni albatta davolash kerak bo'ladi. Oxirgi muddatda o'zi tug'aman, nimaga kerak emas deyish kerak emas, chunki bu juda ham muhim. Tug'ruq yo'lidan bola o'tib kelayotganda og'ziga, burniga, tilli qavatlariga shu bakteriyalar o'tishi mumkin va bu patologiya chaqirishi mumkin homilada tug'ruqdan keyin va albatta ayolni o'zida ham tug'ruq jarayonida tug'ruq yo'llarini yirtilishlariga, yorilishlariga sabab bo'ladi. Buni albatta shifokoringiz bilan maslahatlashib, albatta tug'ruqdan oldin davolanish shart bo'ladi.